Qarsakda haqiqat yo'q. Qarsakda haqiqat bo'lganda biz juda buyuk bo'lib ketadi. Assalomu alaykum. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Amirobod ofida yashayman. Murojaatim Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga, Saida Mirziyoyevaga yonilg'i ko'mir masalasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Amirobod ofida juda qiyin ahvol va qiyin vaziyat bo'lyapti. Chunki iyul oyini ko'mirini hali ham biz olmadik. Iyul oyini berib bo'lmadi. Biz hokimimiz bilan gaplashyapmiz. Hokimimiz juda yaxshi odam, tushuntiryapti. Toshkent tomonidan bizga ko'mir kelmayapti. Yashash juda qiyin bo'lyapti. Sovuq uylar, qariyalar bor, yosh bolalar bor. Odamlar meva daraxtini kesib yoqib boshladi. O'sha ko'plar yoqib ham bo'ldi. Olma, uzum, qanday meva bo'lsa jon saqlash uchun, uyni qizdirish uchun mevalarni yoqib boshladi. Shu Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich Saida Mirziyoyevadan iltimosim shuki, shu Toshkentda shu ko'mir bilan shug'ullanadigan bu kattasi bilan yoningizga chaqirib yo borib, bu nima ahvol, bu nima gap bo'lyapti? Menimcha biz sizni kuzatyapmiz, har bir nimangizni bular sizga yolg'on ma'lumot beryapti. Biz bordik, juda zo'r, a'lo hammasi. Mana shunday, biz shunday deb nima qilyapmiz, sezyapmiz. Shu masalada o'sha Toshkentda o'sha ko'mir bilan shug'ullanadigan kattasini bilan bir gaplashib, bizga tez 3-4 kun orada ko'mir jo'natishingizni iltimos qilamiz. Chunki vaziyat juda og'ir. Iyul oyini hali olmadik. Bu avgust, sentyabr bilmadim u qachon keladi. U yozga qarab kelsa kerak, uchurtimiz unda keragi ham yo'q. Ko'mirni mana shu masalada o'zingiz tezda chora ko'rishingizni iltimos qilamiz. Tezda chaqirib chora ko'rishingizni. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Amirobod OFI bizga shu tez orada yordam berishingizni so'raymiz. Toshkent tomonidan ko'mir kelishi juda ham sust, kelsa ham 10-15 oilaga, 20 oilaga yetyapti ko'mir. Bu masalada yana bir tezda chora ko'rishingizni so'rab qolamiz.